Andijon tumanida qishloq xo'jaligi sohasida inqilobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Xitoylik investor bilan hamkorlikda amalga oshirilgan loyiha natijasida zamonaviy va ekologik toza 14 sotxli ikkita issiqxona barpo etildi. Ushbu issiqxonalar innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, -20 darajada ham yoqilg'isiz ishlaydi. Ketmon ko'tarmasdan, terlab pishmasdan ham bitta tugmacha bilan issiqxonani boshqarish endi dehqonlarimiz uchun xom xayol emas. Gap shundaki, Xitoyning innovatsiyaga asoslangan texnologik inqilobi Andijon tumanida tajriba sifatida taklif etilmoqda. Xorijiy investorning deyarli mehnat talab qilmaydigan, kimyoviy o'g'itdan xoli, mutlaqo organik usulda ekologik toza qulupnay va golubika yetishtirish malakasini o'zlashtirgan 10 sotix yer egasi kambag'allikdan chiqishi, millionerga aylanishi tayin. Chunki buni chin yurti tajribalari ko'rsatgan. O'simlikka qo'llaniladigan suspenziyaning tabiiyligi uchun ham mahsulot dunyo bozorida xaridorgir. 2 haftada ikkita issiqxonani qurib bitkazdik. Bu issiqxonamizga umuman unumdor tuproq talab qilinmaydi. Biz xohlasa o'sha cho'lga, adirga yo boshqa sug'orilmaydigan, unumdor bo'lmagan yerlarni ustiga ham quraveramiz. Bizga shu asosiysi joy bo'lsa bo'ldi. Kuniga 2 mahal suv bersak, 2 mahal suvni 3 daqiqadan beriladi. Ya'ni 6 daqiqa suv tomchilatiladi. 4 tonnalik bitta bochka bizga bir haftaga bemalol yetadi ishlatishimizga. O'zbekistonni butun dunyodagi ko'rsatkichlarga nazar soladigan bo'lsak, o'tgan yil 2024-yil butun dunyodagi eng rivojlanayotgan davlat sifatida hisobga oladigan bo'lsak, biz bu investorlarni juda ham ko'p O'zbekistonga jalb qilishi bu bor haqiqat. Faoliyatimdan keyin chiqib aytadigan bo'lsak, suv desak suvni o'sha 1 kun ichida hal qilib berishdi, tok desak tokni 2 soatning ichida hal qilib berishdi. Hamma imkoniyatlarni bizga kerak bo'ladigan sharoitlarni yaratib berishdi. Shuni hisobiga biz bu investitsion muhitni investitsiya qilishga va tikkan pulimizni qaytarib chiqarib ishlab olishga juda ham yaxshi muhit deb o'ylaymiz. Issiqxonaning yaqinligi haroratni inson aralashuvisiz 5-30 daraja oralig'ida saqlaydi. Ko'chat maxsus texnologiya asosida ko'tarma shaklda ekilgani bir tarafdan joyni iqtisod qilsa, ikkinchi qulayligi quyosh nuri yo'nalishiga qarab qavatlar o'zgarib boradi. Harorat ortdimi, avtomatik tarzda tom qismi ochilib, so'ng yana yopiladi. Yana bir e'tiborli jihati, issiqxona holatini istalgan joydan turib boshqarish mumkin. Innovatsiya har taraflama qulay, puxta o'ylangan loyiha. Zamonaviy texnologiyalar ichkarini -20 darajada ham mutlaqo yoqilg'isiz isitadi. Plyonka ustiga tortiladigan maxsus avtomatik to'shama tizimi sovuq o'tkazmaydi, yuqori aniqlikda ishlaydi. Xitoyga ketdingiz, o'z davlatingizda turib bitta tugmacha bilan boshqara olasizmi bu issiqxonani, O'zbekistondagi issiqxonani? Biz Xitoyda bo'lsak ham internet orqali, telefon orqali uni suvlarini berish yoki minerallarini berish, undan tashqari stilajlarini tushirib chiqarishi, shunga o'xshagan hamma issiqxonaning ichidagi bo'ladigan amaliyotlarni telefon orqali, programmamiz orqali qilishimiz mumkin. Undan tashqari kuzatuv kameralarini qo'yamiz. Kuzatuv kameralari shunchalik tiniq ko'rsatadiki, unga qaysi dori berish kerak bo'lsa, o'sha dorini telefon orqali, programma orqali tomchilatib sug'arish bilan berishimiz mumkin. Bu yerda faqat bir kishi tursa bo'ldi nazoratga. E'tiborlisi qulupnayning oq rangda ekani. Eksotik rezavor qavatlab, yerdan ko'tarilib osma shaklda ekilgani uni an'anaviy usuldan 2 karra hosildor qilgan. 1.2 sotixdan 2,5 tonna qulupnay olish kutilmoqda. Noyabrdan aprelga qadar hosil yig'ilib, kilosini 30 dan 60 dollargacha eksport qilish mumkin. Eng past narxda sotuvga chiqarilgan taqdirda ham mavsumda 75 ming dollar daromad degani. Issiqxonaga ketgan sarf xarajatni esa harakatga, dehqonchilikka, ilm bilan yondashuvga qarab 1 yildan 3 yilgacha qoplab olsa bo'lar ekan. Ikkinchi aqlli issiqxonaga 3 yoshli golubika ko'chatlari keltirilgan. Ular 8 yilgacha meva beradi. Buni ham tahlil qilamiz. 7 sotixdan ortiq issiqxonaga 150 ta ko'chat joylashtirilib, yiliga 45 ming dollar foydaga kirish mumkin. Bu 10 sotix yerga ega odamga boy bo'lish imkoniyati degani. Meni qoyil qoldirayotgan jihat qulupnayning oq rangdaligi. Biz faqat oqini olib keldik, undan tashqari ham ko'ki, qorasi, pushtisi va yana boshqa ranglilar mavjud. Egzotik meva sifatida ham buni tatbiq qilamiz. Qishda eng sovuq paytida shu qulupnayimiz pishishi, mazasi boshqa qulupnaylar bilan boshqacha bo'lganligi, odamlar oldin ko'rmaganligini hisobiga shuni qimmat sotamiz. Qimmat sotganimizdan keyin o'sha qishloq aholisini ham daromadlari oshadi va kambag'allikni qisqartirishga juda ham katta foyda beradi deb o'ylaymiz. Rahmat. Xitoychasi qanaqa bo'ladi? Sheshe bo'ladi. Sheshe. Sheshe.
Ushbu loyiha nafaqat qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvni targ'ib qiladi, balki ekologik toza mahsulotlar yetishtirish orqali xalqaro bozor uchun raqobatbardosh yangi imkoniyatlar ochadi. Kelgusida xuddi shunday innovatsion usulda uzum va gilos hosili olish marrasi qo'yilmoqda. Xitoylik agronomning tarmoqni butun boshli klasterga aylantirish, ko'chat yetkazib berishdan tortib to eksportgacha yer egasiga ko'maklashish takliflari bor. Bu har ikki taraf uchun ham manfaatli ufqlarni ochadi.